Ögüniş təvəkkülçiligi. Jaholatni faoliyatda ko'rishdimi qo'rqinchli bir narsa yo'qdir. Johann Wolfgang von Goethe. Milliy mavjudiyatlarni taltukis yo'qotish, tashlashni nishon qilgan Rossiya markazlik davlat ma'rifiga qarshi polshaliklarning tabiiy noroziligi to'xtovsiz ilgirlab jamiyatning barliq qatlamlarigacha kengaygan umumyuzlik ma'rif to'lqiniga aylanish shaklida o'ttirg'i chiqdi. Polshalik o'qituvchi-o'quvchilar bir tarafdan davlat maktablarida, yana bir tarafdan xususiy maktablarda rus mufattishlarning qattiq tekshirishlariga qaramay, barliq imkoniyatlardan to'liq foydalanishga tirishadi. Xususiy maktablarning faqat bo'lmagandimi, tanaffuslarda polakcha so'zlashdak alohidligi bor edi. Biroq ularmi davlatning tekshirishidan unchavala yiroqda emas edi. Polsha kulturini yolg'iz qoldirishni nishon qilgan rus safarbarligi u yerda yuqori surat bilan davom qiladi. Bu jarayonda polshaliklarning eng keng umumlashgan ta'lim-tarbiya faoliyatlari uylarda elib beriladi. Ya oila yoki do'stlar orasidagi muntazam ta'lim-tarbiya kurslari holatida va yoki qonunsiz ta'lim-tarbiya o'rinlari holatida tashkillanadi. Bir qarashqa bu kim texmi baldır harakatga o'tidi tusidagi bolalarni kichik yoshda o'z yeniga tortish uchun ruslar bilan polshaliklar orasida elib beriladigan amonsiz bir musobaqadan iborat edi. Polshaliklar o'z farzandlarining davlatning qo'lida bir mustamlika ziyolisiga aylanib qolmasligi uchun millat bo'yicha harakatga o'tgan edi. Va bu jihatda ko'p vaqtlarining yo'qligini biladi. Mana bu jarayonda ilm-fan va san'at sehri yoshlarni o'ziga mahliyo qilib oldi. Uylar, oila ichida maxfiy holatda cheklangan kitoblar o'qiladigan, xoin yozuvchi shoirlarning asarlari yodlanadigan joylarga aylandi. Yana kelib bu ahvol faqat Polsha zaminlarida aks etish bilan cheklanmaydi. Mustamlikchilarning uy-uyda surgun qilingan polshaliklar yerlashtirilgan Rossiya zaminlaridami qonunsiz ta'lim-tarbiya yig'ilishlari va yoshirinchi kitob o'qish faoliyatlari nihoyat aktiv holatda davomlashmoqda edi. Bu sayda ruslar Polsha zaminlaridan yildizni qo'mirib tashlamoqchi bo'lgan narsa ularning putlarining uchida baq surmoqda edi. O'qishning ta'minini etadigan va zehnini yangi qarashlarga echayotgan Polsha ziyolilari qo'lga tushgan har qanday asarni o'qiydi va o'qigan narsadan bir yakun chiqarishga tirishadi. Darwin, Marks, hatto ashaddiy dushmanlar bo'lgan germanlarning simvol xarakterli kishilardan Fichte, Herder, Nietzsche o'xshash kishilarning asarlarimi ularning o'qiydigan kitoblarining qatoriga kiradi. Rossiyaning tushi 19-asrning oxiriga barmayla Polshada rus kulturi bo'yicha yetishgan bir ara qatlam paydo qilish edi. Bu tush qat'iy reallikka aylana olmadi. Uning o'rniga Polsha zaminlari rus tushining dal ta'tiricha o'g'inish tavakkülçiligi deyishga bo'ladigan darajada bir safarbarlik harakatiga sahna bo'ldi. 19-asrning oxiriga kelganda o'qish, yezish yoki dehqonchilik mahoratlaridan tortib universitetgacha bo'lgan har darajada o'qish jamiyatning barliq qatlamlarigacha kengaygan edi. Bu jarayonda bo'libmi o'zligidan o'g'inish bir modaga aylangan va xalqning 3/1 kundalik faoliyatlari qatoriga kirgan edi. Oldingi qatordagi olimlar va san'atchilar xalq orasida yetakchilik rol o'ynaydigan kitoblarni yozadi. Arqadan bu kitoblar qo'ldan qo'lga o'tib o'qiladi. O'zligidan o'g'inish uchun bir oylik jurnal nashr qilingan bo'lib, davlatning eng dongli ziyolilari bu jurnallarga kuch qo'shadi. Bundaq keng umumlashgan ta'lim-tarbiya faoliyatlariga parallel holda kutubxonalarmi xalqning ko'p qatraydigan joylar qatoriga kirdi.
har xil diniy va ijtimoiy organlarning bayrog'i ostida xalqqa etilgan kutubxonalar arqa-arqadan ochilishga boshladi. Lekin kutubxonalarmı maktablarga o'xshashla saqchilarning kuchli nazorati ostida edi. 1897-yili faqat Varshava Yordamsuyarlar birligi nomli bir organning shahar ichida ochgan kutubxonalarning soni 23 ga yetgan edi. Ammo kitob ishkoplarida Viktor Hugo, Emil Zola, Alexander Dumasga o'xshash razil yozuvchilarning kitoblari qo'lga tushganligi uchun dastlabda birlikning boshliqlik vazifasidan elib tashlandi. Arqadan bu kutubxonalarning hammasi butunlay taqib etildi. Shundoq bo'lsa-mu, polshalik millatchilarning qonunli kutubxonalarda qo'yilmaydigan kitoblar qo'yiladigan xalqqa ochiq, davlatga yepiq kutubxonalar bor edi. Düşman qo'lidan qutqizib olingan asarlarmi mushundaq joylarda muhofazat qilinadi. Ba'zi qimmatli asarlarning ruslardan qutqizilishi bo'lsa bir milliy vazifa edi. Masalan, 1858-yili Leipzigda nashr qilingan Polsha yozuvchilari nomli kitobning Bruckhaus nusxasining hamma nusxasi Kalishdagi rus valisining xizmat uyida edi. 1973-yilning bir kechasi valining uyiga kirgan noma'lum o'g'rilar bu asarni o'g'irlab ketdi. Bir qancha kun o'tgandan keyin rus amaldorlarining ko'zidan yiroq Gaul nomli boshqa bir bozorning chet bir yerida polshaliklarning foydalanishiga sunildi. Izchil holda oqartish xizmatlarini keng xalq ommasiga yetkazishning yangi metodlari tepilib turadi. Dehqonlarni o'qitish faoliyatlari, harchilik jamiyatlari yoki tantarbiya klublarining vositasi bilan elib beriladi. Uylarda bo'lsa, pidakor o'qituvchilar har qatlam va har yoshdagi o'quvchilarga muntazam dars beradi. Albatta bu ishlar rus josuslar tarafidan nihoyat astoydillik bilan ko'rsatilmoqda edi. Va buni dars o'quvchilarmi, o'qituvchilarmi biladi. O günlerde asasen degidek her bir polşalık maxfiy dersler yüzüden tutqun qilingan, lagerlarga sürgün qilingan yoki o'ltirilgan tunush birlarning bir qancha hikoyasini arqa-arqadan bayon qilib beraligidek holatda edi. Bu ahvol Polsha an'anasida jasoratni o'qituvchilikning eng muhim alohidaliklarining biriga aylantirdi. Şu derecege berip yettiki, şu kunlardan tartib polshaliklar orasida jasoratsiz odam o'qituvchi bo'lolmaydi deydigan bir qarash o'rnab ketdi. Bu jarayonda o'quvchilarmi o'qituvchilarga o'xshashli xavf ichida edi. Jasoratlar orqali xalqning yuqori bahosiga erishadi. Shunday qilib, o'qituvchilik va o'quvchilik polshaliklarning ruhiga ikki muqaddas boyliq sifatida yiltiz tortdi. Ruslarning nuqtasidan qaraganda bu ikki atalg'u dushman tushunchasining eng meg'izliq aniqlamasini tashkil qiladi. 20-asrning beshida Polshada qo'ltiqqa kitob qistirib olgan bir yosh qiz bu aniqlamaga qurolliq bir qarshilik ko'rsatkichidan bakrak tushadi. Va davlat qurollardan bakrak kitoblarni qo'lga tushirish uchun butun kuchini safarbar qilgan edi. 1911-yili Sosnovich saqchi mudirga bir jasus tarafidan sunilgan dokladda tilga ilingan masalalar kichik bir yezidagi ta'lim-tarbiya faoliyatlarining qanchalik qo'rqinchli bosqichga berib yetganligini ko'rsatib beradi. Vazifa doiram ichidagi qonunsiz maktablar bilan munosabatlik tövendagi dokladni oliylarga taqdim qilishdan iftixorlanaman. 1. Nair ustining kuyog'li Progertxinning uyida Rusik ismli xatarlik bir kishi tarafidan darslar o'tilmoqda. 2. Shichkatsning uyida ikki maxfiy Yahudi maktabi bor. Lekin o'qituvchisining kim ekanligi hali aniqlana olmadi. 3.
Yerzi madan ma'murining qizi Mariya Goralska doktorxonaning o tarafiga joylashgan ko'chadagi shirkatga tava uyda dars o'tmoqda. 4. Mazkur shirkatning Visola ko'chasidagi yana bir uyda Yanna Dorozdovska bilan singlisi dars o'tmoqda. 5. Yutozenska magazining xo'jayinining hammasi yoki onasi bo'lgan ismi noma'lum ayol magazinga tutash uyida dars so'zlamoqda. Doklad mush turdagi 10 moddalik bir tizimlikni radga tizgandan keyin tuvandagi jumlalar bilan oxirlashadi. Yana mushularga o'xshash men bilishga muvaffaq bo'la olmagan boshqa maktablarmi bor? Bularning ba'zilarida soni 50 ga yetadigan bolalar ikki bosqichga bo'linib dars olmoqda. Noyabr va yanvar qo'zg'olonlarini ruslar qonli shaklda bostirdi. Va har qatimliq qo'zg'olon ko'tarishga urinish harakatidan keyin Polshaga qaratgan nazoratini texmi kuchaytgan edi. Lekin polshaliklarning organik xizmat usullaridan keyin ularni kontrol qilib turish qat'iy osonga to'xtamadi. Ma'rif faoliyatlari ruslashtirish tirishchanliklariga har jihatdan qarshi turadigan shaklda ruslarning ko'zlarining oldida xalqning barliq qatlamlariga kengaymoqda va bir qancha 10 yil ilgari Polshaning butkul ziyolilarini o'ltirgan yoki kishanlab Sibiryaga surgun qilgan ruslar har qancha qilibmi bu kengayishning oldini ola olmayotdi. Polshaliklar bo'lsa ta'lim-tarbiya faoliyatlarida kundan kunga obdanli ilgirlagan edi. Kun siri yangi usullar paydo bo'ladi. Yangi o'quv-o'qitish o'rinlari sahnaga chiqadi. Uchidigan universitet bularning eng dangligi edi. Uning qurilishi bilan bir asr keyin kommunizmning yimirlashigacha bo'lgan bir musoba boshlangan bo'ldi.